Voy voy, bitta uyda ikkita chaqaloq birdaniga tug'ilsa ham bo'lmas ekan. Uf, oyijon, sizniki ham yupanmayaptimi? Dadasi ushab turing. Dadasi? Mol qo'rqitvordi. Mang. Popinjonim mening, mening. Dada shunda ushlab turing. Yo'q, ushlab turolman, men ham chiqib kelaman. Yo'q, hozir kelaman, hozir kelaman. Bu hammasi besohat ey. Ha bulbulchalaridan dang dang daradara dang dadang dadang dang daradara dang. Kelin, eringiz pampers olib kelib berdimi? O'g'il bolaga ko'p pampers kiydirib bo'lmaydi, zarar bo'ladi. Bering bu yoqqa. Oyijon, nima qilasiz uni? Musorga tashlaymi? O'g'lim mana uni qara, 60 yoshda ham qo'lni qara. Vo kufu, vo Jekchan Van Damme. Bu degani 70-80 yoshda ham senga uka olib kelib beraman degani. Ha, как раз o'shanda mahallaga ham chiqolmay qolar ekanmiz-da. Ha, chiqib bersa ukalariga qarab o'tirasan-da. Oyijon, chaqaloqlar nozik bo'lar ekan. Ularga yaxshilab e'tibor berib, hamma narsasini o'z vaqtida berish kerak ekan. Biz qayerdan bilardik? Bola katta qilib yurmagan bo'lsak,